Assalomu alaykum. Baki Xarizma. Yani hazır gruppada bir kimete taşalgan Resulbek degan dostumuzni görmeye geldik. Şu kvartirada Kalaboqning arkasında kvartirada yaşab o'tiribdi hozir. Endi bir ikki blogerlar sal xato tushunibdilar vaziyatni. Bir ikki gaplar xato ma'lumot bo'lib ketgan. Endi ular ham bilmayman aytgan. Boshqacha tushunganlar. Hozir endi yetib ko'ramiz vaziyatni. Baki Xarizma mana shu gruppada yangilangan xayriya qilganlarniki qabul bo'lsin. Bir ikki bolalar tashab beradi. 4-etajdagi. 4-etaj. Yine hazır Resulbek'nin vaziyatini o'rganib so'rab turibmiz. Yosh vaqtida gemofilik kasalligi bo'lgan ekan. Gemofilik kasallik degani shu tanada qonda bor, to'g'rimi? Qonda bo'ladiganlar. Endi men domam uvajlara tushuncham emas, yetarli emas. 1,5 yil oldin nereden yıkıldın? Şu yani işler verdik şu hafta Lesa'da yıkılmıştı. Ha, işe bir yerinde Lesa'da yıkılgan. Ayak çiğiş kaç mindirdi lan bu? Kan kuyuluğu Kan kuyulup netken. Şimdi hazır biz yani örgeniş maksadında emas, özlerimiz xabar alış maksadında geldik. Lekin bunu bilsem gen balla bo'ldi axir, to'g'rimi? Bir ikki balla geldi. Azgana yani aytib o'tganimizni xato tushuncha bo'lgan u ballada. Doğma deb tushunganlar. Ular bu doğma bu yıkılıp keyingi bo'lib turgan vaziyat doğma emas. Bu doğma u yosh vaqtidan u gemofilik degan kasallik u yosh vaqtidan A turi, to'g'rimi? A turi bilan ekan kasallanib turibdi. Hozir endi maqsad xudo xolasa Toshkentga borib davolanish, to'g'rimi? Endi har kim hammamiz ham musulmonchilikni da'vo qilamiz, musulmonmiz deymiz, alhamdulillah. Endi kimni qo'lidan nechik yordam kelsa Alloh uchun deb xayriya qilgan. Endi hozirgi o'tirgan bu sharoit nechik? Uy sharoit. Ha, ijaradasizlar. O'zlaringizni o'zimizga salgan shu kasallik bo'yicha ko'p davolanib kelaman. Ha. 2 yil oyakda bazı Pul finans yetishmovchilik yetirib bo'lgandan joy ham sotilgan, to'g'rimi shunda? O'tda shuna. Yok. Necha vaqt bo'ldi yutding sen? Yarım yıl geldi. Bilemeyim ben yatıştayım şimdi. Apresiz ilaç yok mu ekran? Yok prensesi. Toshkentga qachon ketish endi? Olmasa kimse gitmem. Ha, mablag' yetarlicha ma'lum bir summa aytilganmi? Shuni operatsiya bo'yicha falon so'm yetmaydi deb hozircha Müslümandım benden. qiziqib ko'rmadingizlar narsa bilan? Karantina yoqlar robat qilmoqdim. Onam yana sportni sotib. Shunda 30 bin olgan yetarli. Ha. Bu tanada go'karishlarni u Nesi bu? ha şu kasallikni narsa, ha, shu tana go'karib ketaveradi. Bir yeri. Yukarıda şimdi de. Ya bir ukolni ya bir boshqa narsani izimas axir. Konu izlem şimdi bu karadı ya. Ha. Suyu kugima filik. Neyse şimdi Ha. buradayız. O'tdi. Vaziyat shunday. Hurmatli musulmonlar, musulmon axlar deydi. Ülkemize qo'ldan kelgancha endi bizlar bir sababchimiz. Sababchi kim ko'nglida masalan yordam berish niyati nasib bo'lsa, karta nomerlarini yozib qo'yamiz. Pastda bemalol telefon nomerini yozamiz. Yodgor, sen nomerini yozib qo'yaman. Endi bu ukamiz boshda bu yodgaram aytdi, yo'q, chiqarmanglar deb. Yo'q, bizlar o'zlarimiz maqsadimiz shu chiqarish bo'ldi. Buni o'zini xohishi bilan emas, bizlar o'zimiz chiqarib sababchi bo'laylik deb turibmiz-da, ozgina qo'ldan kelgancha biz aytib bilmasak, sizlar aytsangizlar bizlar orqali sababchi bo'lib qolsak, bizlar ham bir savob umidida bu narsaga aralashib turibmiz. Yordam bersak inshaalloh Alloh shifo bersin. Hamma narsa Allohdan. Kanallar sababchi
Kolundan giyence. Mesela karta nomerlerini yazıp koyamız deyinde özleriniz alaka açık arasında telefon nomeri yazamız. Özbekistan'ın içinde bozanızda telefon rastla. Eğer de musafirçilik yürüyen dosta bol adam olsa karta nomerini görüp bemalal inşallah ilacı boğaça hatalık kılmasdan karta nomerini yazıp koyamız. Şimdi bir adam niçik vaziyat buldu? Birev ya kartaga ki bir hücum değil mi? Birevler çıktı dep aytып turgan ne niçik uyatca? Aç bir ne oldu dedi. Ne oldu? Ne Telegram'a yazdı. Ha. Sağ aleyküm. Millet keyin salom açıp mesut turadim. Rossiyadamiz. Ne kartaza kurtaş ekmeyiz. Deb ya videoni tuzatdik o'zimni videomu. Aha. Sana aytib bering deb edi. Qaysi nomer bilan kelganligini aytib bering dedi. Keyin nomerini yozib berdim. Keyin nomerini yozsam ne dedi keyin? Ya kod boradi, kodni aytib bering dedim. Shundan keyin yo'q deb kod. Ha, уже kod so'radi, kod vardı, kodunu aytmayın. O maşinlikle. Telegram'dan mı? Ha, maşinlikle. O onun naisaplar var. Allah kifaya kılsın. Neyse şu videonu kim düşünün bir yardım kılaman düşünün aile bolsa dep yine ikimiz kvartirada oturttuk. Endi kvartira ham ansatamaz. To'lovlari bor. Kvart plata dedi, kvartirani to'lovi dedi. Aşın için Bakuvching bormi? Yo'q, boquvchim yo'q. Kim bilan yashaysan? Opang ikki. Opang bir yerda ishlaydimi? Yo'q, Ishlamaydi. Pul nereden keladi? Ağam var, ağam Qayerdan keladi? endi unam baribir unam oilasi bor, to'g'rimi? Og'am oilasi bor. U oilasidan tashqari arttirish o'zi hozir bir oilani boquvchi odamga o'zi oila boqisham ansatamaz. Tem bo'li yana mizinde ukasına karabine günüme Hasanat tut. son mesela pullara gidip durmasa ağalar tuttu gibi yetiştirme kaytarma ağalar tuttu doğrusu. bu ne? Bir yaratkucu zat bizani yaratib ko'rgan zat hammani rizqi bilan yaratib qo'ydi. Olam bor, shu Alloh taolo shifo bersin. U qon narsa sen rizqing yetib keladi. Bu vajdan qisliqma. U rizqing yetib keladi sen. Shu duo qilib qo'yinglar. Sog' omon bo'lasizlar. Shu videoni tarqatib, shunda challi ko'proq podelitsa bo'lsa, ya bir like yoki kommentariylar bo'lsa, o'zi boshqalar ham yetib boradi bu videolar. Mayli, sog' bo'linglar.